Leniburg xonim. Hech narsa qilmadimi? Yo'q, men yaxshiman. Men juda ham afsusdaman. Siz bilan birga borishim kerak edi. Taxtda o'tirgan sinov uchun qo'shimcha askar kerak emasdi. Aslida bu men aybim. Ines, bu sen aybing emas. Meni kechir. Xavotir olishingni xohlamagandim. Leniburg xonim. Janob Darken. Keling, qasrga qaytaylik. Lord Rain siz bilan gaplashmoqchi. Tushundim. Man Lin bilan gaplashdim. Rostdanmi? Minotavrni shaharga chaqirtirishdimi? Bu iblis zindonni eng chuqurida yashaydi. Bunisi aniq. U holda kimdir o'z qo'li bilan iblisni chaqirgan. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Biz mana bir uzukni topdik. O'sha yerdagi o'lik savdogarning barmog'ida ekan. Oken uni tekshirganida uzukning sehrli toshi nihoyatda toza ekanligini bildi. Bunday holatda aynan noodatiy do'konlarda buni topish qiyin. Minotavr A darajadagi xavf. Oddiy boy kishilar bu narsani xohlagan paytida sotib olib iblisni chaqirish olmaydi. Okenning aytishicha, uzukning toshida belgi bor ekan. Bu degani uzuk Deridasning sehrli imperiyasidan kelgan. Albatta, Deridas. U bizni tez-tez g'azablantiradi, lekin To'g'ri. Bir vaqtda o'zida malikani chaqirib, o'sha joyda ularni qamab qo'yishi biz tayyor turishimiz kerak degani. Uni ustiga u hech nimani yashirishga ham harakat qilmayapti. Qisqa qilib aytganda, dushmanimiz nafaqat Leniburg malikamizni yo'qotmoqchi edi, balki undan keyin bizani davlat bilan urush boshlamoqchi edi. Boshda ular faqatgina bizdan o'g'irlamoqchiligiga o'xshadi. Bizni qirollik boyligimiz yo'qolgan zindon qoldiqlari. Endi esa Lin xonimi qutqaruvchisi haqida. Qisqacha, u bir necha soniyalar ichida Minotavrni yengdi. So'ng maxfiy askarlarimiz uning ortidan kuzatishdi, lekin tezda yo'qotishdi. U ko'z oldimizdan yo'q bo'lib qoldi, xuddi bor bo'lmaganda ham degan xabarni yuborishdi. Ishonib bo'lmaydi. O'zi u kishi kim? Nur, sen tirikmisan? Ha? Nima bo'ldi? Bilmagandek gapirmasang-chi. Kecha zindonni kirish oldida iblis paydo bo'ldi. Biz bu atroflarda umuman ko'rmagan maxluq edi. Nima? Haligi qurilish joyi yonida edi. Biz san undan keyin ko'rmadik, shuning uchun ham juda xavotir oldim. Uzr. Kecha meni g'alati kishilar ortimdan kuzatib yurishdi. Juda charchagandim, shuncha uyga keldim. Aldamayapsanmi? Nima yuzing loy bo'ldi? Bugun ertalab kelishimda yo'limdagi ariqdan yuzimni yuvdim. Nima bo'lsa ham, sen boyagi iblisga uchramabsan. Omading bor ekan.
Men bir paytlar A darajali bo'lganman. Hatto unga qarshi kelsam tamom bo'lardim. Nima, u shunchalik kuchlimidi? Yaxshi, men ko'rganim shunchaki buqa edi. Xo'sh, nima bo'pti u iblisga? Aytishlaricha bir noma'lum kishi uni yengibdi. Eng qizig'i bir zarba bilan. Tushunarli. Bu dunyoda ajoyib odamlar juda ham ko'pdi. Mana, kechagi ishlaganingni puli. Rahmat. Hoy. Birorta yaxshi ish topishga harakat qilmaysanmi? Yaxshi ish? Hozir sarguzashtchiman-ku, to'g'rimi? Qo'ysingchi, Nur. Men senga necha marta aytganman. Istalgan vaqting 30% dan ko'proq topa olasan. Men sizni topdim. Va nihoyat, Kechagi qiz-ku. Nima? bilaman bu biroz qo'pol, lekin men siz bilan tanishishni xohladim. Shuning uchun men sizni uzoqdan sezish qobiliyatim bilan izladim. Shunda sizning sinfingiz o'g'rimi? Yo'q, menda soham sehrgarlar tarafidir. Bundan tashqari, barcha 6 ta mahorat tizimi haqida ma'lumotga egaman. Ajoyib. Hammasi lekin boshlang'ich darajada. Sizdek kuchli insonga buni tushuntirish shart emas deb o'ylayman. Ha, bu nima deganingiz? Voy, bu o'shami? Bo'lishi mumkin emas. Anu, bu yo'lda odamlar ko'p ekan. Tashqarida gaplashsak nima deysiz? Ha? Nimalar qilib qo'yding? Qo'ysangchi. Ayb ish qilmadim, shekilli. Ko'chada hozir odamlar kam va meni ovoz o'tkazmaydigan va yashirish qobiliyatlarim bilan hech kim bizani eshita olmaydi. Nima deysiz, boraymi yoki yo'qmi? Bor. Va boshqa jinnicha ishlar qilma. Yaxshi tushunmadim-u, lekin mayli. Eshitdingmi? Haligi kishi haqidagi gap rostmikin? Qirollikni maxsus askarlari topa olmasa biz qayda qoldik? Ular kimnidir qidirayotganga o'xshaydi. Xavotir olmang, ular bizani ko'rmaydi. Birdaniga kelib qolganim uchun uzr so'rayman. Xo'jayiningiz bilan gaplashayotganingizda tashqariga olib ketishim xato edi. Bu hech nima emas. Xo'sh, sizga qanday yordamim kerak? Sizga to'liq minnatdorchiligimni bildirishni istadim. Chin dildan meni qutqarganingiz uchun kattakon rahmat. Siz nafaqat meni qutqardingiz, balki qilgan ishingiz bilan bu davlatdagi ko'plab insonlarning hayotini saqlab qoldi. Biroz oshirib yordingiz shekilli. Sizni mahoratingiz menikidan kuchli bo'lsa, men sizlarga faqatgina xalaqit qildim deb o'yladim. Axir bu to'g'ri emas. Agar siz kelmaganingizda menga nima bo'lishini xayolimga ham sig'dira olmayman. U holda rahmatingizni qabul qildim. Shaxsan men sizga ulkan yordamingiz uchun qimmat mukofot bermoqchiman. Men sizga chuqur minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Qo'ysangchi, rahmat deganingizni o'zi yetarli. Haqiqatdan boshqa hech narsa kerak emas. Yo'q, iltimos sizga minnatdorchiligimni ko'rsatay. Meni otam siz bilan ko'rishmoqchi. O'z nomidan rahmat aytgani. Rahmatingiz o'zi yetardan ortiq. Yo'q, tushunmayapsiz, men obro'li oiladanman. Meni qutqargan kishini to'liq mukofotlashim kerak. Menga ortiqcha narsa kerak emas. Bo'lmasa qandaydir muammoingiz bormi? Hayotda noliydigan joyim yo'q. Istagan narsangizni qilaman, xohlasangiz otam o'z yerlarini. Uzr, lekin menga hech narsa kerak emas. Lekin Nimaga yig'layapsiz? bundoq bo'lishi kerak emas. Minnatdorchiligimni qabul qilishga majbursiz. Majburman? Minnatdorchiligimni qabul qilmagunizcha joyimdan bir qadam ham jilmayman. Menga nimadir o'rgatmaguningizcha bu yerda ketmayman. Mayli. Agar faqatgina otangiz bilan uchrashsam bo'lsa bo'pti. Ha, rostdanmi? Lekin juda oshirib borish shart emas. Ha. Endi esa meni ortimdan yuring. Faqat qolib ketmang. Ha, hozirmi? Ha. Odamlar bizani ko'rib qolishini istamayman. Shuning uchun bizni yashiruvchi va boshqa ko'plab ko'nikmalardan foydalanib ko'raman. Bahaybat Bahaybat lekin, ha? Bu rostdan ham sizning uyingizmi?
Bunda o'ylar unchalik keng tarqalgan deb o'ylamayman. Qani, marhamat. Endi esimga tushdi. Men siz ismingizni ham bilmayman. Ismingizni ayta olasizmi? Ismim Nur. Janob Nur, tushunarli. Sizni ismingiz-chi? Ming bor uzr so'rayman. Men umuman o'zimni tanishtirish esimdan chiqib ketibdi. Men Leniborg, Klaysman. Bu juda uzun ism. Shuning uchun ko'pincha meni Lin deb chaqirishadi. Siz ham meni Lin deb chaqirsangiz bo'ladi. Shunchalik ham keng uylar bor ekan-da. Bu qiz haligi aristokratlardan biri bo'lsa kerak. Va boshqa jinnicha ishlar qilma. Shu bilan nima demoqchi edi qari chol? Ajoyib. Men hozir otam qayerda ekanligini so'rayman. Uyga xush kelibsiz, Leniborg xonim. Ines, men otam bilan ko'rishmoqchi edim. Ular hozir Xonsaroyda Reyn bilan suhbatlashyapti. Bu